Meni barcha platformalar bo'yicha kuzatuvchilarim fiziologiyada samovenушение, o'z-o'zini ishontirish borligi haqiqatdan bor. Bu narsani ko'p marta takrorlaymiz. Bu meditsina tarafidan ham bor. Buni asosan birinchi ochuvchilari samovenушение birinchi ochuvchilaridan bittasi rus olimi, fiziolog olimi akademik Pavlov hisoblanadi. Akademik Pavlov hayotda bo'lib o'tgan bir kichkinagina voqea bilan, kitobda o'qigan voqeam bilan bu narsani tushuntirib bermoqchiman. Yoz kunlarining birida rus oilasida yashovchi yigit 6 yashar bola yugurib o'ynab yurib kelib, kovshindan ko'zani ko'targan holda suv ichadi va tomog'iga qurbaqa ketganligini sezgi paydo bo'ladi. Ota-onasining oldiga chopib keladi. Chopib kelib, men kovshindan suv ichdim va tomog'imga qurbaqa ketdi deb yig'lashni boshlaydi. Suv ichmaydi, ovqat ham yemay qo'yadi. Sirazi больница, kasalxona, yigit bolachani больницаga olib borishadi. Больницада hamma metodlar bilan tekshiriladi. Hamma narsadan o'tkaziladi. Hamma tekshiruvlar nimaiki meditsinada, tibbiyotda kerak bo'lsa tekshiruvlar o'tadi. Bolaning tomog'ida hech narsa yo'qligi aniqlanadi. Keyin boshqa больница yuradi. Shu bilan bolacha 3 oy 4 oy kasalxona yurib, yaxshi bo'lmasdan, tomog'imda qurbaqa vaqillayotib, ovqat ham yemasdan, suv ham ichmasdan, oxir bular akademik Pavlov huzuriga borishadi. Akademik Pavlov ota bilan bolani yaxshi kutib olgandan keyin bo'lgan voqea haqida tushuntirishlarni so'raydi. Ota bola haqiqatdan bola tushuntiradi, nima bo'lgan, nima shu 3-4 oydan beri mana shunaqa qurbaqa haqidagi bo'lib o'tayotgan voqealarni gapirgandan keyin akademik Pavlov bolaga og'zini ochishni buyuradi. Bola og'zini ochgandan keyin akademik Pavlov qarab turadilardan aytadi, haqiqatdan qurbaqa turibdi. Nima qilib yuribsizlar sizlar shuncha paytdan beri? Shuncha odam nimaga ko'rolmadi bu qurbaqani? Mana tomog'ida qurbaqa turibdi. Hozir sizlar 5 minut sabr qilib tursanglar, xudo xolasa, men ichkariga olib kirib, sizlardan bu tomog'dagi qurbaqani olib tashlayman deb ichkariga kirib ketib, shunday fiziologlarning hammasida qurbaqa bu nima uchun eksperiment qilish uchun qurbaqalar, kichkina bolachalar turadi. O'sha qurbaqani shunday xalatni nimasini yengini ostiga yashirib kelib, bolaning tomog'idan shunday olganday bo'lib turib, qurbaqani yerga otib yuboradi va shu bilan bola baqirib, chaqirib, men sizlarga nima degan edim, mana tomog'imda qurbaqa bor edi deb yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu metod haqiqatdan ishontirish. Oldin bola o'zini o'zi ishontirdi, keyin bo'lsa akademik Pavlov o'zini bolani ishontirdiki, bu oldin qurbaqa miyada o'rnashganday bo'ldi tomoqda, keyin tomoqdan chiqib ketganday bo'ldi. Bu metodni men hammaga tushuntirib kelyapman. Bu metod meditsinada bor. Bu hali hozir aytib o'tdik. Haqiqatdan uyquga yotishdan oldin, agar 3 marta uyquga yotishdan oldin analitika pasaygan paytda bu miya bosh miya yarim sharlari tormozlana boshlagan paytda o'z-o'zini ishontirishga eng qulay fursat hisoblanadi. O'sha davrda aytib o'tsanglarki, men yotoqqa yotishdan oldin men kundan kunga o'zimga ishonchim oshyapti. Kundan kunga masalan chet tili bilan shug'ullanishim oson bo'lyapti. Kundan kunga sportda natijalarga erishyapman. Bu hammasi men o'ylayotganday bo'lyapti desanglar, suv tosh charxlagandek hodisa yuzaga keladi. Bu har kun o'ylayotganingiz, har kun o'ylayotganingiz yaxshi sifat, xususiyat va holatlar kundan kunga ko'rina boshlaydi va yanada kuchliroq namoyon bo'ladi. Va bunday o'z-o'zini ishontirish yo'li bizning kasalliklarimizda juda katta rol o'ynaydi. Bu kasalliklar ham katta ko'pchiligimiz xuddi mana shu bolachaga o'xshab turib, miyamizga singdirib olib kelamiz. Miyamizga singadi. Kichkinagina 5 millimetrlik, 4 millimetrlik grija bo'lsin yoki qanaqadir qatimizdadir bir 5 millimetrlik, 4 millimetrlik oddiygina kista bo'lsin, miyamizga juda o'rnashtirib olib, shu haqida o'ylab, shu haqida kuchli nima bilan kelamiz. Undan ko'rasiga o'zimiz kasallikdan forig' bo'lish uchun ishontirsak, doktorni aytgan gaplarini qabul qilsak, unda davolanish uchun kattaroq yordam bo'lgan bo'lar edi. Sizlar qanchalik mana shu yosh boladek bu narsa haqida ko'p o'ylayversanglar, kasallikdan chiqish ham shunchalik qiyin bo'ladi. Sizlar bilan doktor psixoterapevt Xurshid Qalandarov bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.